Hayot muammolari ko'p bo'lgan katta bir ko'cha. Erkak kishi mana shu ko'chada qiynalib mashaqqat bilan kelar ekan, agar ayolidan unisni, mehrni topsa, bu mashaqqatlar yengishligi, bularga sabr qilishligi oson bo'ladi. Agar er xotin o'rtasida iymoniy aloqa bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonni hayotdagi mashaqqatlar yengishi oson bo'ladi. Tof kelsangiz ham xursand, tof kelmasangiz ham xursand. Abersangiz ham rozi, abermasangiz ham rozi. Bunaqa ayol ne'mat, birodarlar. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizga dunyoda hasanat bergan. Va fil oxirati hasana. Oxiratda ham hasanat bergan. Dunyoda hasanati deyildi ulamolar tomonidan. Soliha ayol edi. O'g'il bola, agar senga mo'mina, soliha qiz duch kelgan bo'lsa, dunyo saodatiga erishib qolsan.